Nima bo'lyapti o'zi? Aqlinglar bormi? Men har doim o'zim oilam xavfsizligi uchun qayg'urib kelaman. Охрана, ishchilar, qorovullar, barcha xodimlar 24/7 ishlashadi. Lekin birovning yashab turgan uyini 105 minglik auditoriyaga bemalol ko'rsatish, lokatsiyasini bilish uchun bu qayer ekan deb istoylarida so'rash odatiy holga aylanibdi. Yaxshi 102 qilmadim. Siz buni rostdan ham norma deb hisoblaysizmi? Men nafaqat hozir bu blogerga aytmoqchiman, men hammaga aytmoqchiman bu narsani. Ham men san'atkorman, xalq uchun ijod qilyapman, lekin bu mening shaxsiy hayotim va uyimni butun xalqqa ko'rsatish uchun hech kimga huquq bermaydi. Meni birovning kontenti, o'yini yoki kulgusi uchun instrumentga aylantirishni to'xtating. Bu qiziqarli kontent emas, bu chegarani buzish. Men uxlamayman 2 kundan beri. Ya'ni hammasi mayli, ikkita bolasini olgan. Prosmotrlar va layklar deb odamning xavfsizligini xavf ostiga qo'yish bu sharmandalik. Bu o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydi. 105 mingta odamning ichida yaxshi niyatdagisi bor, yomon niyatdagisi bor. Birovlarni shaxsiy hayotini va uni chegaralarini hurmat qiling, aziz do'stlar. Bu muxlislik emas, bu jinnilik. Meni garovga qo'yish, men hech kimga yo'l qo'ymayman. O'zi meni yuristlarim bilan gaplashdim, advokatlar bilan gaplashdim. O'zi aslida men hozir bir zaявление yozsam, juda ham katta problemalar bo'lishi mumkin. Lekin men bu narsani qilmadim. Mayli dedim. Ko'zimni yumdim. Lekin men onaman. Men ayolman. Men O'zbekistonning fuqarosiman. Nima deb o'ylaysizlar? Bu shahar bedarvoza emas. Bu yerda qonun degan narsa bor. Bu yerda xavfsizlik degan narsa bor. Va albatta yana bir bor aytaman, shaxsiy chegara. Kimdir mana qanaqadir shartlarmi, blogerlar o'zi uchun qirg'iz shartlar o'ynayaptimi, garovga qo'yyaptimi? Siz kimsiz? Menga hech narsa aytmasdan, men даже xabarim yo'q. Muxlislarim meni atmetka qilgani uchun men ko'rib qoldim. Farzandingizni nimaga olasiz? Farzand bilan birgalikda kechqurun yurishibdi uxlatmasdan. Olmaliqdan Toshkentga kelishibdi. Uyat. Boshqa gapim yo'q.